Nihoyatda rahimsiz, bag'ritosh, boy bir ayol bor edi. Uning 10 yoshga kirgan bir qizi bo'lib, ayol qizinimi nihoyatda hakavur qilib tarbiyalagan edi. Bir kuni ayol davolanish uchun boshqa bir davlatga safarga chiqmoqchi bo'lib, qizini tog'asining uyiga olib qo'ydi. 6 oy o'tgandan keyin ayol hashamatlik mashinasiga o'ltirib, qizini topshirib olish uchun tog'asining uyiga keldi. Lekin tog'asining yanida birdam o'ltiribla, ichi siqilgan holda qizini elib mangdi. Ayol mashinasining yoniga kelib, "Amdala mangay" deganda, mashinasi buzilib qoldi. Ayol mashinasini tog'asiga havola qilib qo'yib, poyezdga ketmoqchi bo'ldi. Ayol qizi bilan poyezdga o'ltirdi. Bir qancha minut o'tgandan keyin ularning oldiga usti beshidan namratliqqa chiqib turadigan, ko'ni kiyim kiyib olgan bir yemaklik sotquchi keldi va yemakliklarni ayolga uzatdi. Ayol u kishidan yirgingan holda bir narsa sotib olmaydiganligini aytib rad qildi va darhol yenidan ketishga buyurdi. Lekin kichik qiz qo'lini yemaklikka uzatdi va onasidan bu namrat kishidan bir narsa sotib olishni yoki bo'lmasa uningga bir oz pul berishni o'tinib mundoq dedi. "Ana, bu kishi namratgan, uningga ozroq bo'lsa-mu hurmat qilayli. Chunki payg'ambar alayhissalom namrat musulmonni hurmatlagan kishi qiyomat kuni Alloh bilan mamnun bo'lgan holda uchrashadi degan ekan." Ayol qizning so'zlaridan hayron qoldi. U azaldan qiziga payg'ambar va yoki islom to'g'risida bir narsa so'zlab bermagan edi. Ayol qizining tog'asining yanida turish jarayonida o'zgarib ketganligini his qildi-da, qattiq g'azablandi va namrat kishidan darhol bu yerdan ketishni talab qildi. Namrat kishi qizning chiroyiga qarab illiq tabassum qilib qo'yib ketib qoldi. Qiz onasining u kishiga qilganlarga to'limi o'kindi. Haliqi namrat kishi poyezdning ishki yanida o'ltiradi. Poyezddan chiqayotgan qiz onasiga qarab, u kishiga ozroq bo'lsa-mu yordam qilishni o'tindi. Afsus, ona yana rad qilib, uning yaxshi odam emasligini, bundoq odamlarning kichik bolalarni o'g'irlab ketadiganligini aytib, qizini qo'rqitib, qo'lini ching tutqunicha ketib qoldi. Qiz onasi bilan poyezddan tushib, yo'liga ravon bo'ldi. Ayol tuyuqsiz keynidan chaqirayotgan ovozni anglab, keyniga qaradi. Haliqi namrat kishi yiroqdan qo'llarini pulanglatganicha ularni chaqiryotdi. Ayol bir shumliq his qilgandek qizini ching tutib, oldirabla taksi to'sib ichiga kirib oldi. Namrat kishi ularni qo'g'lab kelyotdi. Ayol shofirga mashinani darhol haydashga buyurdi. Namrat kishi qo'lidagi bir narsani ko'rsatib, to'xtashni talab qildi. Ayol uning qo'lidagi oltin bilezukni ko'rib hayron qoldi. Aslida bu oltin bilezuk qizining bo'lib, ehtiyotsizlikdan tushib qolgan edi. Namrat kishi bilezukni tepib olib, yetkazib berish uchun ularni qo'g'lab kelganligini aytdi va qo'lida ko'tarib olgan yemaklikdan birini qizga berdi. Ayol o'z-o'zidan xijil bo'lib, o'zini tutolmay yig'lab ketdi va tomoq sotquchiga takror uzr aytib, kechirim so'radi. Shu topda ayol kishilarning tashqi ko'rinishiga emas, qalbiga qarab muomala qilishning naqadar muhimligini his qilmoqda edi. Ayol dachisiga kelganda qizi bilan paranglashib, uning islom to'g'risida nurg'ulg'an ma'lumotlarni bildiganligini va Qur'on hadisdan nurg'un narsalarni yodlab olganligini bildi. Qizining tog'asining uyida turish jarayonida bir qatimmi namozni tashlab boqmaganligini anglagan ona o'zini qiziga selishtirib, o'z-o'zidan nomus qilyotdi. Ayolning tashdek qalbi bahordagi muz kabi irmakda edi. Ayol qizining ta'sirida rahimsizlik va g'ofillik bilan mangulik xo'shlashdi. Ulug' Alloh mundoq deydi: Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat, ya'ni kechirim talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasdan biror gunoh qilsa, uni o'zining ziniga qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki cho'ng bir gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'xtonni va up-o'choq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi.